Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Sog'liklar yaxshimi? Hammalar sog' salomatgina. Akalar, yangi joyimiz tashladi baliqlarda. O'zini oldiga 2,5 bo'ldi. Baliqlar kecha kuni ko'chirib o'tkazdim. Keyin biroz noxush xabar bo'ldi akalar. Lichingalarimiz yulib qoldi hammasi. Bironta ham qolmadi. Mana baliq yuribdi, 4 tasi. Bittasi mayda. Endi shunaqa ishlar ham bo'lib turar ekan. Mana yangiligimizga bor deb o'ylayman. Chunki o'zim ham ichimdan ko'p narsa o'tdi bu narsa bo'lgandan keyin. Xullas lichingalar ochib ancha dadillashib qoldi. Endi avvalo ayb o'zimizda o'tdi. Xudoyim aytganim bo'lar ekan, baribir nasib qilmagan ekan shuncha baliq. Birdaniga bir kunda hammasi yo'ldi. Endi bilmayman, suvdan ham bo'lishi kerak, lekin xato o'zimizda o'tdi. Chunki bu qamishda chivin ko'p o'tirar ekan, chivin lichinga bosib ketdi, hamma yoq chivin bo'lib ketdi. Keyin jigar tashirdim, tovuq jigari, yuragi, mol jigarini tashab qo'yardim. Atxodni olib turuvdim 2-3 kunda bir. Lekin tagiga e'tibor bermagan ekanman. Tagi to'liq qurt bosib ketgan ekan. Hovuzchaning ichi. Buni tashagandan keyin обязательно yemadim olib ko'rish kerak ekan. Chunki jigar to'liq qurt bo'lar ekan. Hovuz uchun qurt bosib ketgan ekan. Ular shunaqa bo'ldiki akalar, mana shu bilingan atrof bo'lsa, hovuz atrof to'rtburchak tomon to'la chivin bosib ketdi deng. Pashsha chivin bosuvdi. To'g'risini aytgandek, to'g'ri gapirgan yaxshida. Unga sepganim ham yo'q, dori sepdim atrofiga, tepa qismiga. Bir kun oldin dori sepdim. Hasharotlar o'ldirgan. Lekin ichiga tushmadi deb aniq aytarim, tushgandir, 1-2 tom tushgandir, lekin uvotiga sepib chiqdim bir boshdan. Erta bilan ko'z bilan qarayki, bironta ham baliq yo'q. O'sha kun diqqat bo'lib, to'g'risi xavfsizlardan biri bo'lib ketdi, lekin ayb o'zimdaligi uchun keyin qolgan bittasi osib chiqdi xolosda. Yana 2 dona baliq bor. Ajomatini qolganiga endi Xudoyim osib chiqsa bular ham. Keyin to'xtatmay boshlagan ishimni yana davom ettirdim. Baqa ko'chirib o'tkazdim. U joyda salafanlarni olib, chayib tashab, yangi salafan qopladim matga. Endi o'shanga qamish o'rniga boshqani tashlayman deb turibman hozir. Chunki qamishda nihoyatda qurt-qumursqa ko'p bo'lar ekan. Shunaqa gaplar akalar. Avvalo sizlardan uzr so'rayman, kuzatib boruvchi akalar. O'zim ham niyatlarim katta edi. Xudo joy kengaytirib, uzun qilib 50 metr joyda qilib. Endi chunki lichinga juda ham ko'p bitta. Ko'lchaning ichi to'la lichinga edi. Shunaqa ishlar bo'ldi akalar. Endi yana qolgan joydan davom ettirib, Xudoga bundan bag'iga bizga savob bo'ldi, saboq bo'ldi, bu dars bo'ldi kattakon. Endi o'sha kuni chivinning jijilarimiz bor, chivin ko'payib ketdi, uylashini bosib ketdi. Chivinga sepanda atrofiga. Endi bag'iga Xudoyim poshsho. Xudo yana ko'payishsa keyingi nimalarni Xudo ushlab qolamiz, dedi. Hushyor bo'lamiz juda ham. To'g'risi juda ham qattiq qildim, chunki shuncha narsani shu kun yetkazguncha ham o'zi ancha sabr bilan kutuvdik bularni. Mayli, shu nasib qilmagan ekan, nima deymiz? Avval Alloh qolgan joyini barakasini bersin akalar.
Endi Sharqa endi ajoyib brendni bitta ochib chiqdi. Endi qolganlarini ushlab qolamiz. Hushyor bo'lib, iloji boricha yanayam. Endi bitta ishni boshlaganda bir xatolar bo'lar ekan. Lekin biz xato qilgan kattasini qildik. Shunaqa akalar, sizlarga bir maslahatim, bu hech qachon ko'rchalar oldiga ximika, dori, pora hech nima yaqinlashtirib bo'lmas ekan. Bu juda ham katta bir minus ekan bizga. Mana akalar, baliqlarimiz. Mana shu burchada turgan otib chiqibdi. Endi bular ham ajoyib shu qolganlar ochib chiqsa. Shunaqa gaplar akalar. Kattasi. Baliqlar ham xafa. O'zimga o'xshab. Shunaqa gaplar akalar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hushyorlik davr talab ekan. Agar akalar dillaringizda shu xursand bo'lib turib, endi shu gap aytgan bo'lsam, uzr oldindan. Endi hamma xato qilar ekan. Biz xatolar o'zimizga saboq bo'ladi, dars bo'ladi. Xudo bundan keyin iloji boricha hushyor bo'lib, e'tiborli bo'lib, har bitta nimasiga sog' bo'lib, salomat bo'linglar.